o'tkazadi. Shunaqa qura, endi nima deymiz? Shuni nasib etishdi va bu bir tomondan bizga yaxshiki rohatlanib ketishimizga, yaxshi o'yin ko'rsatib ketishimizga, muxlislar uchun o'ynab ketishga juda yaxshi imkon berdi. Bu yerda oqshom payt O'zbekistonda tong otdi. Yangi tong barchangizga muborak bo'lsin. Maza qilib futbol ko'ramiz. Ertalabdan bunaqasi hali bo'lmagan. O'zi birinchi marta jahon chempionatiga chiqdik. Bo'lib ham tongdanoq muxlislar butun O'zbekiston uyg'onib, birlashib o'yinni tomosha qilishga tayyor. O'zbekiston bayrog'i Azteca stadionida Kolumbiya bayrog'i bilan birgalikda albatta. Ishga kech qolamiz degan masala yo'q. O'zbekiston Respublikasi prezidenti 1 soat kechroqqa o'sha ish faoliyatini boshlashga ruxsat bergani barchani xursand qildi. Sovg'a, bayram sovg'asi. Mana endi hammasi mana shu yigitlarga bog'liq. Hozir madhiyalar yangragan paytida menimcha o'zbekistonlik futbol ishqibozlarining ko'zidan yosh oqadi, aniq oqadi. Biz zo'rg'a turibmiz hozir, haliga qilt-qilt etib turib, hozir tomadigan ko'z yosh bilan turibmiz. Bu boshqacha. Chunki biz terma jamoa ishtirokidagi juda ko'p madhiyalarni eshitganmiz. Osiyo chempionatida, hattoki sharhlagan o'yinlarimiz ham bo'lgan stadiondan, lekin mundial, orzu kutilgan mundial va bo'lib ham biz hozir sharhlovchilar xonasi stadionning eng tepasida, o'zi dengiz sathining eng yuqorisidan birida turibmiz va yanada yuqoriga chiqib olib, hozir mana shu uchrashuvni tomosha qilamiz. Anthony Taylor boshchiligidagi mashhur hakam boshchiligidagi brigada chiqib kelyapti. Ularga omad tilaymiz, o'yinni haqqoniy, chiroyli boshqarib berishsin. Bugun O'zbekiston milliy terma jamoasi o'zining oq rangli formasida maydonga tushadi. Oq bo'rilar saf tortishadi. Oqlar yuradi va g'alaba qozonadi degan naql bor shaxmatda, lekin futbolda o'z talablari bor. Oson bo'lmaydi, bilamiz. Kolumbiya bugun Janubiy Amerikaning eng top jamoalaridan biri. Braziliya va Argentina bilan tengma-teng kurashayotgan terma jamoa. FIFA reytingida yuqori 10likka da'vogar terma jamoa. Mana shunday raqib bilan boshlaymiz. Mayli, shunga intildik. Kuchlilar qatorida bo'lishni xohladik. Mana yetib keldik shu bosqichga ham. Yangi qoidalar bo'yicha FIFA yaxshi qoida joriy etdi. Qaydnomada bo'lgan barcha futbolchilar saf tortishadi maydonda va o'z madhiya